mushuklar bir kuni jam bo'ldi deb yana kapshonka kiyapti. Ha, endi shaqqa tashiydilar keyin. Nima deysiz? Ha. Kiring. Bu tapichka kimniki? Dinamiki deb xotirjam javob beradigan sodda hayot kanalini egasi Kamina ekamdir, sizlarni qutlaydi. Hammalar yozinglar, palto muborak bo'lsin deb rahmat. Bizda yo'q, mo'rayog'da juda xursand bo'ldim kommentlardan. Hamma kishim qanqaptilar. Qarg'alar, korotchi hamma yoqda. Qish normalniy bo'pti. Toshkentda, Perivalda, Namanganda qor yog'di, bizda yoqqani yo'q. Bizda yomg'ir bilan cheklanildi. Xullas, sodda hayot kanali yangi bitta seriyasi boshlandi. Enam. Bu enam. Ayna. Yaxshi dam oldingizmi? Nima gaplar? Uy issiqmi deb so'raganlar diqqatiga. Men maykada o'tiribman, prosta endi enam yoshlari katta. Nima o'tira olmaydilar, ba'zida jahlar chiqib ketadi, uy isib ketadi. Juda ortiqcha isirib yuborisham. So'zni qaranglar, ma'noliligini. Isitib yuborisham haligi davleniyani oshishiga sabab bo'ladi. Buni bir xil haroratda ushlab tura olmaymiz hozircha, lekin yomon emas. Inam duoda kerakchi. Sirg'alani. Ayna. Kayfiyatlari yaxshi. Omon ko'rsatuvini ko'rib, omon-omonda hayot kechiryapmiz. Saida Rametova o'zlari-ku. Ena! Kofe qilib beraymi? Ichasizmi? Bismillah. Enamga kofe tayyorlab berdim ertalabda. Sal miyani joyiga keltirib olaylik. İşga borishim kerak ekan. Kameraga qarayman deb. Ana. Tak oila yo'q kinonoshda. Sariyog, enamda ham sariyog. Ena. Men ishga ketdim. Marojnaga. Bo'pti. Alloh. Allah. Biz marojna sexga yo'l oldik. Qilib ertalabdan beri yaxshilamayapti. Bo'pti. Ayya. Qo'ylarga suv berib qo'yaymi yo? Beraman o'zim. Berasizmi? Hali sovuqda. Hali o'tab so'mayaptimi? Yo'q. Shu vaqt turib betni yuvib solish kerakda, o'tcha. Axir charchabman-da, uxlab qopman nima qildim? Kecha montajim ko'payib ketdi bir olam. Xolamnikida, ag'da bog'chada xullas. Marojna? Ha, bo'pti. Mushuklarga ovqatini berdim. Anna Liza. Hey. Hozir ovqatlanishyapti. Qaranglar, halajinlik mamnun qilib bezatib qo'ydik tipa. Kaktuska nima bor ekan? Plus oynani ya. Orqasidan klonka qoqqanman, nega qarab hayron bo'lmaylar va biza kecha kechqurun xonim qilganmiz, xonim. Mana shu asatga qopti. Bugun abitda yeb olishadi enamlar, onam bilan birga. Bizani
qora Gentra katta bolalar mashinasi karaj tashab ketdi. Ishga kelyapman. Muzqaymoq ishlab chiqaramiz hozir. Ish boshlanibdi. Mana bitta karajchi Diydor baliq markazini oldida. Mana. Ha. Arajni sex bor, shu yerda ishlaymiz. Yaxshilar, men ishdaman. Muzqaymoq ishlab chiqaramiz. To'g'risi bu yer juda ham sovuq, xolodilniklar bor, katta marajilniklar. Muzqaymoq -18, -21 gradusda chiqsa, o'sha gradus saqlab beradigan darajadagi katta xolodilniklar bor. Bugunda soat 4largacha ishda bo'lsak, 4dan keyin bu bilan oldiga boraman uyga, ya'ni. Hozir paytda obedga yaqinlashib qoldi. Men deyman. Charchamang. Mana shunaqa har bir ishxonada menga o'xshash mehnatkash odamlar topiladi. Imkon bo'ldi deganda oyog'ini cho'zib yotib oladi ekan. Sizlarga baliqlarni ko'rsatkim keldi. Men o'zim shu yerda jallod bo'lib ishlaganman-da. Ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa hali ham ishlayveraman. Mana men bu laqqa baliq afrikanskiy deyiladi. Oq baliqlar yonida suzib yurib karajchi. Bu Diydor. Bu yerda astoydil ishlaganman. Kasblar yaxshi, tez bu yerdan uyga baliq, karajchi olib boraman. Hamma narsa bolalar bir o'ynab, hazillashgandi. Ana qiynab qo'yar ekan odamni. Chiqib ko'raymi? Qanday aylantiraman? Tursunboy aylantirib o. Bo'ldi. Odamni mazasi qochadi, ishoninglar. Uje mazam qochadi. To'xtat, ey. To'xtat. Bo'lmas ekan menga. Yoshim o'tib qopti. Qaribman. Ey. Yo qornim ochligami? Shunaqa bo'ladi. Tabiiy holat. Yoshi daxli yo'q-a? Qarimaganman. Yaxshilar, buni muzqaymoq deydilar. Marojna hozircha tayyor bo'lmagan holati, bu asta sekin silliq mana shu qolipga mos tarzda chiqadi va men bu sovuq xona tarafga kirib ketaman. Yaxshilar, qarchi, вообще shoshilyapman. Sababi bir olam ish u yoqda tonnani tugatib olmadik. Marojna quyilyapti. Iloj yo'q. Tashab chiqishga majbur bo'ldim. Sababi o'sha soat 4dan o'tgan. 4:30-5 bo'lib qolyapti. Bu videoni joylay olamanmi yo'qmi bilmadim. Sababi qarchi. Qo'shni yaxshimi? Assalomu alaykum. Sababi bugun biz qarchi o'yin o'ynagandik Instagramda. Qanaqa o'yin? Eng kam komment yiqqan obunachiga telefon bilan iPhone 7 Plus bilan netbook qadarga qilishi qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar. O'sha narsani o'sha vaqti kelib qolyapti. Men o'ylagandim, marojnani quyib olamiz, o'sha chiqib ketamiz. I plus bir joyga to'lgan kunga taklif qilishdi. Unga ham ulgurmas ekanmiz. Hozir men bu videoni montaji bor. Ulguramanmi yo'qmi, 6da qo'yish nasib qiladimi yo'qmi, vaqtni cho'zamiz shekilli endi. 7larda qo'yadigan qilaman shekilli. Hozir kiyimni almashtiraymi yo'qmi, ikkilanib qolib. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Charchadim. Kiyimni almashtiraymi yo'qmi, bunga ham ikkilanib uyga kelyapman. Stop. Uyga kelyapman. Shunaqa deb gapiraymi? Men ham bilan ogohlantirgani, ayamlarga aytgani. Uyga kelib qoldim daji. Ayam uch telefon qotdilar. Ha, qizlar. Mana bu ichingizni yurgizadigan. Mazalari bo'lmadimi? İçimde yuvardı. Davleniyalari qanaqa edi? Mana usini hozir ichib oling, ha? Qon aylanishi yaxshilaydi. Davleniyalari yaxshimi? 160 ekan, hozir ukol qilib qo'y. Tuzumlar, ha, eni. Kala. Ma. Elan garka. Ish tugamadi qarchi. Men srochniy chust ishim borligiga chiqdim. Hozir yoqdan kelib yana ishga kirishim mumkin. Mayli, tinch bo'lsalaring, ishni qilib yuraveringlar, o'g'lim. Ukol bo'lgandan keyin og'riydi-da, nima qilar?
Bo'lmasa chiroyli bo'lib, siqilmay o'tiring, ha? Oldingizda hamma parvona bo'lsa, nimaga davlenangiz o'shadi? Endi o'shmasin. Ena, Qo'rsan alır kalsa. Ha, ana hozir ichiraman. ena. Bayi. Yonboshdan ol. Men yana ishga ketyapman. Korkanlı ko'zim yo'q seni. Bu qo'rqgani Ena, men shoshyapman. duo qiling. Men yana ishga ketyapman. Xavotir olmang mabodoga. Nima deyam? Duo qiling, ishlari o'ngidan kelsin, sog' salomat borib kelsin ilohim. Kim? Orifjon, Qayga bo'ldi ya? ishga. 100 marta. Mayli, har safar. Qilib ya. Amanatdan ishlarga borib ketdim. Bir qo'lligimni ovod qildim. Ilohim. Bo'pti. Qo'ysa Yaxshi borib kel, o'g'lim. Xudo Ilohim o'zidan ko'paysin. qizli o'g'il. Ilohim. Bo'pti. Haydi. Bo'pti. Xo'p. Mana men do'konda kirib chiqishim. Shaharda, sentrda mana shu ahvolda yurgan odamlar. Endi Abdullajon. Assalomu alaykum. Ahvolimni qarang, birodar. Sodda hayot bashi soddalashib ketdi, bor. Mana shu holatda aniqlaymiz endi. 5:30da 20 minut vaqtim bormi? 25 minut. Mana shuni 6 ga to'g'rilab qo'ydim men buni. 6 ga yetib kelasiz. Yo'q, 5:30da qilamiz. YouTube'ga video joylashim kerak. 6 da. 6da o'sha montajini tugatib, plus Instagramda ham kuzatib boringlar. Yorvordik. Biz uchun qiyin bor.